saq odamning ichki a'zolari, ya'ni ichki organlarini elib, kasal odamning badaniga ko'chirish aslida dunyoda meditsina sohasida e'tirof qilingan, kasal davolab odam qutqizgan bir faoliyat bo'lsa-mu, bugungi kunda uning bargancha kasblashgan pul huquq savdosiga, hatto xalqaro jinoyatga aylanganligi kommunist Xitoyga o'xshash mustabid davlatlarning buningda bosh rol o'ynayotganligi ma'lum. Kommunizm qurbonlari xotir fondining oliy tadqiqotchisi, Xitoydagi organ atkazchiligi mutaxassisi Ethan Gottman Amerika Davlat Majlisida Xitoydagi qabih organ savdosi haqida guvohlik bergandan boshqa, Colorado shtatida ochilgan tibbiy mutaxassislar yig'inida Xitoydagi Uyg'urlarning keng ko'lamda turma lagerlariga qamalib, bir qismining organ atkazchiligi qurbonlariga aylanganligini anglatgan. U bu haqda ma'lumot berib bunday deydi. 2023-yili Amerika Davlat Majlisida ishki a'zolarini majburiy elib olishni cheklash qonun loyihasi o'tirg'a qo'yildi. Men bu qonun loyihasining sunilishida rol o'ynadim. Chunki men Qozog'istonda bir necha oy turib, bir qism guvohchilarni ziyorat qildim. Bu chaqda qozoqlarning ko'pinchisi texi lagerda edi. Lagerdan chiqib Qozog'istonga kelganlarni birma-bir ziyorat qilib, lagerda yo'qolib ketganlar to'g'riliq ahvol egiladi. Ularning deyishicha, yerim kechida elib ketilganlar 28-29 yoshlardagi kishilar bo'lib, Xitoyning nazarida bu dal tirik organ elishning eng yaxshi payti hisoblanadi. Men egilagan sonliq ma'lumotlar guvohchilarning farzi bilan asosan o'xshash. Ya'ni har yili lagerdan tirik organ uchun elib ketilganlar 35 mingga boradi deb aytishga bo'ladi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi Li Shangfu bir mezgil g'oyib bo'lgandan keyin vazifasidan ilib tashlangan edi. Uning o'rniga Dengiz armiyasi qo'mondoni admiral Dong Junning yangi mudofaa ministri qilib tayinlanganligi xabar qilindi. Xitoy yaqindan buyon yuqori darajalik amaldorlarning tuyuqsiz vazifasidan ilib tashlanib, g'oyib bo'lishi bir sir etib turmoqda. Xitoy Xinhua agentligi bu vaqtdagi xabarda Dengiz armiyasining sobiq qo'mondoni Dongning asosan simbol xarakterlik rol o'ynaganligini aytgan. Amerika o'zak ishlab chiqaruvchisi Nvidia eksport cheklamasidan keyin Xitoy uchun yangi o'yin o'zligini chiqardi. Nvidia amaldorlari yangi o'zakning yanvardan boshlab Xitoy abonentlarga ta'minlanganligini e'lon qildi. Bu amaldor o'zakning iqtidor va unum jihatda zo'r o'zgarish paydo qiladiganligini bayon qildi. Özlerining Amerika hukumati bilan keng ko'lamda xizmat qilganligini bayon qilgan bu amaldor yangi mahsulotlarning eksport kontrolligiga to'liq moslashish uchun loyihalanganligini tushuntirdi. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushdan keyin G'arb davlatlarining jazosiga duch kelgan Rossiyaning chiqish eg'izi Xitoy va Hindiston edi. Bu yil Rossiya neftning 50%ni Xitoyga, 40%ni Hindistonga eksport qildi. Rossiya Xitoyga eksport qilgan neftning bu yil 100 million tonnaga, kuniga 2 million tonnaga yetishi mo'ljallanmoqda. Yegilinishcha 30 avgust Xitoy va O'rta Amerika davlati Nikaragua o'rtasida imzolangan erkin savdo kelishimi 1-yanvardan boshlab yo'lga qo'yildi ekan. Xitoy Savdo ministrligi ikki davlatning tasdiqlash rasmiyatlarini tamomlaganligini, kelishimning yangi yildan boshlab yo'lga qo'yilganligini e'lon qildi. Kelishim kuchga ega bo'lganda ikki tarafning savdosidagi tovarlarning 60% tambojni bejdan kechirim qilinadi. Bu jarayonda 95% dan ortiq tambojni bejini yo'qotish maqsad qilinadi ekan. Argentina prezidenti milliy davlatining Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrikadan tarkib topgan kesak oltin davlatlari mexanizmdan ayrilganligini e'lon qildi. Milliy kesak oltin davlatlarga a'zo davlatlarga evatilgan xatida mundaq dedi. Argentina Cumhuriyetining kesak oltin davlatlariga 2024-yil 1-yanvardan boshlab to'liq a'zo sifatida kirishi hukumat tomonidan muvofiq deb qaralmadi. O kesak oltin davlatlari guruhining a'zoligidan ayrilishining bu davlatlar bilan savdo bo'lmaydiganligini bildirmaydiganligini, munosabatning davomlashadiganligini ta'kidladi.